Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Hormuz bo'g'ozi qamali davom etsa, Eronni davlat sifatida yo'q qilish bilan tahdid qildi. Rossiya Eronga qo'shin yuborishi mumkin. O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik qilishi mumkin. Eron bilan urushda AQSh uchun kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Rossiya Eronga qo'shin yuborishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya allaqachon Eronni dronlar ta'minoti orqali qo'llab-quvvatlamoqda va raketa hamda havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan yordam bermoqda. Zelenskiy shuningdek Rossiya bilan bo'lgan vaziyatni misol sifatida keltirib, Shimoliy Koreya Rossiyaga 10 ming nafar askar yuborganini eslatdi. Xuddi shunday holat Eron bilan ham yuz berishi mumkin deya qo'shimcha qildi Ukraina yetakchisi. Tramp Hormuz bo'g'ozi qamali davom etsa, Eronni davlat sifatida yo'q qilish bilan tahdid qildi. Biz zaif nishonlarni oson yo'q qilamiz, bu esa Eronni davlat sifatida qayta tiklashni deyarli imkonsiz qiladi. Ularga o'lim, olov va g'azab yog'iladi, deb yozdi AQSh prezidenti Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Ma'lumot uchun, avvalroq Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh va Isroil elchilarini chiqarib yuborgan davlatlarning kemalarini Hormuz bo'g'ozidan o'tkazishini ma'lum qilgan edi. Clash Report nashriga ko'ra, Pentagon boshlig'i Hexet Eron bilan urush endi boshlanayotganini aytdi. Uning ta'kidlashicha, dastlabki bosqich hali yakunlanmagan. U mojaro 3 mingdan ortiq Amerika zarbalari va 50 ming askarlar joylashtirilganidan keyin tugashi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Washington mintaqadagi janglar avj olgan sari Eron oxir-oqibat taslim bo'lishga majbur bo'lishini kutmoqda. Eron bilan urushda AQSh uchun kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bloomberg agentligining yozishicha, dastlabki bosqichda amaliyot odatiy harbiy kampaniyaga o'xshagan, ya'ni qanotli raketalar orqali tezkor va kuchli zarbalar berilgan. Biroq 2 haftadan keyin amerikalik harbiylar kutilmagan qiyinchiliklarga duch kela boshlagani aytilmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, nisbatan kichik harbiy byudjetga qaramay, Eron katta qurol-yarog' omboriga ega. Bu qurollar yillar davomida yig'ilgan, mamlakat bo'ylab tarqatilgan va yashiringan holda saqlanmoqda. AQSh kuchlari Eron hujumlarini qaytarish uchun qimmat va kam ishlab chiqariladigan tutib oluvchi raketalardan faol foydalanishga majbur bo'lgan. Xususan, Patriot Pass 3 tizimlari orqali raketa hujumlari qaytarilgan. Tahlilchilar urushning dastlabki kunlaridayoq AQSh va uning ittifoqchilari mingdan ortiq shunday raketa sarflagan bo'lishi mumkinligini bildirishgan. Bu esa ularning yillik ishlab chiqarish hajmidan ham ancha yuqori. Shu bilan birga, Pentagon ma'lumotlarida AQSh tomonidan berilayotgan zarbalar intensivligi 80% dan ortiqqa kamaygan keltirilgan. Ammo Tehron yaqin sharqdagi harbiy obyektlar va energetika infratuzilmasiga har kuni hujumlar uyushtirishda davom etmoqda. Mutaxassislar fikricha, mojaro asta-sekin qurol-yarog' zaxiralari bo'yicha raqobatga aylanmoqda. Tadqiqotchi Kelli Griko bu holatni AQSh bunday imkoniyatlarga ega raqibga qarshi birinchi marta urush olib borayotgani bilan izohlagan. Shuningdek, Center for Strategic and International Studies tahlilchisi Mark Kansiyaga ko'ra, bu mojaro amalda kimning o'q-dori zaxirasi birinchi bo'lib tugashini aniqlaydigan poygaga aylanib bormoqda. Tramp Eronning Minob shahridagi qizlar maktabiga berilgan zarbada Tehronni aybladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Air Force One samolyoti bortida jurnalistlarning savollariga javoban Minobdagi qizlar maktabiga yo'llangan zarba uchun Eron rasmiylari javobgar ekanini aytdi. Bu ayblovni uning yonida bo'lgan Pentagon rahbari Pit Hexet ham tasdiqladi. Men ko'rgan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishni eronliklar qilgan. Bilasizki, ularning o'q-dorilari juda noaniq. Ularda aniqlik umuman yo'q, dedi Tramp. Shundan keyin jurnalist Pentagon rahbari Pit Hexetga ham shu savol bilan murojaat qildi. U esa shunday javob qaytardi: biz albatta tekshiruv olib boryapmiz, ammo tinch aholini nishonga oladigan yagona tomon bu Eron. Eron janubida joylashgan Minob shahridagi qizlar maktabi yaqin sharqdagi urushning ilk kunida 28 fevral kuni hujumga uchragandi. CNN ma'lumotiga ko'ra, zarba oqibatida 180 kishi halok bo'lgan. Tehron Minobga zarbada Washingtonni ayblagan. AQSh nashrlari, jumladan The New York Times, Reuters va CNN ham amerikalik harbiylar ushbu zarbaga aloqador bo'lishi mumkinligini xabar qilgan. Xususan, The New York Times AQSh harbiy havo kuchlarining nishoni Minobdagi Islom inqilobi muhofizlari korpusi bazasi bo'lgani va maktabga xatolik bilan zarba berilgan bo'lishi mumkinligi haqida yozgandi.
O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy hamkorlik qilishi mumkin. O'zbekiston Afg'oniston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yo'lga qo'yishi mumkin. Bu haqda prezidentning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yo'lida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi farmon loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra, jahonda sodir bo'layotgan murakkab global jarayonlarni inobatga olgan holda qurolli kuchlarning qudrati, mamlakatning mudofaa qobiliyati va harbiy salohiyatini yanada oshirish maqsad qilingan. Shu maqsad doirasida mintaqada ishonch choralarini mustahkamlashga qaratilgan faol harbiy siyosiy muloqotni olib borish, shu jumladan Afg'oniston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Xususan, joriy yil iyunda Markaziy Osiyo davlatlari, shu jumladan Afg'oniston bilan harbiy va harbiy texnik hamkorlik bo'yicha takliflarni ishlab chiqish va kelishish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyatiga kiritiladi. Sentyabrda esa O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi orqali Markaziy Osiyo davlatlariga hamkorlik rejalari va afg'on tomoniga hamkorlik o'rnatish bo'yicha takliflar yuboriladi. Shuningdek, oktyabr-dekabrda ijobiy javob olingach, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibiyati bilan kelishilgan holda xorijiy hamkorlar bilan tegishli tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Tramp AQSh va Isroilning harbiy amaliyotidan keyin Eron xaritasi o'zgarishi mumkinligini aytdi. Muxbir: sizningcha bularning barchasi tugagach, Eron xaritasi hozirgidek qoladimi? Donald Tramp: buni sizga ayta olmayman, ehtimol yo'q. Pentagon shokda. Pekin yadroviy zarbaga yashirincha tayyorgarlik ko'rmoqda. Xitoy ehtimol maqsadli ravishda keng ko'lamli yadroviy urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda The Washington Post gazetasi xabar berdi. Nashrning yozishicha, Pekin nafaqat o'z yadroviy salohiyatini jadal sur'atlar bilan oshirmoqda, balki maxfiy yerosti sinovlarini o'tkazish orqali uni yashirincha real jangovar shaylik holatiga o'tkazmoqda. Xitoy yadroviy arsenalini tiyib turish uchun emas, balki yadroviy urush olib borish uchun yaratayotganga o'xshaydi, deydi material muallifi. Meros jamg'armasi huzuridagi Ellison Milliy xavfsizlik markazi katta ilmiy xodimi Robert Peters. Nashrning qayd etishicha, bu xulosa Lobner poligonida o'ta kichik quvvatli portlashlar seriyasi bilan tasdiqlanmoqda. AQSh diplomatlari Pekin seysmik monitoring samaradorligini pasaytirish va tayyorgarlikni butun dunyodan yashirish uchun yerosti bo'shliqlaridan foydalangan holda bu yadroviy sinovlarni qasddan niqoblayotganga ishonchi komil. Sinov o'ta kritik bo'lgan va energiya ajralib chiqqani seysmik grafiklardan mutlaqo ayon, deydi AQSh davlat kotibining qurol-yarog' nazorati va tarqatmaslik bo'yicha yordamchisi Kristofer Yev. Uning so'zlariga ko'ra, shunday hodisalardan biri 2020-yildayoq qayd etilgan. Biroq Xitoy haqiqatni yashirishda davom etmoqda va xalqaro inspektorlarni kiritishdan bosh tortmoqda. Bu ma'lumotni avvalroq Senatning razvedka bo'yicha maxsus qo'mitasi raisi Tom Cotton ham Markaziy razvedka boshqarmasining maxfiy ma'lumotlariga tayanib tasdiqlagan. Gazetaning urg'u berishicha, hozirgi Xitoy endi sovuq urush davridagi arsenal bilan qanoatlanmayapti. Bugungi kunda Pekin qit'alararo ballistik raketalar uchun AQShdagidan ko'ra ko'proq shaxtalar qurmoqda va Yaponiyadan tortib Guam hamda Avstraliyagacha zarba berishga qodir kuchlarni shakllantirmoqda. Amerikalik tahlilchilarning fikricha, Xitoy nafaqat qo'rqitishga, balki gipotetik yadroviy mojaroda haqiqatda g'alaba qozonishga tayyorlanayotgan bir sharoitda AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati zudlik bilan o'z harbiy doktrinasini qayta ko'rib chiqishi va eng yomon ssenariyga tayyor bo'lishi zarur.